inson uchun butun hayoti davomidagi eng go'zal vaqt va makon ibodatdir. Shams Tabriziy. Sharq donishmandligi maqbara, madrasa va masjidlarning ko'kka intilgan lojuvard gumbazlar, naqshlar gulistoni bo'lmish baland peshtoqlar, osmon toqining tayanchi misol turgan ustunlarda namoyon bo'lgan. Toshkentning moviy oltini sanalgan betakror yodgorliklardagi naqshu nigorlarning quyosh nurlarida jilva sochishi, yulduzlarning kumush yog'dusida tovlanishini ko'rib, ajdodlar dahosi va inshootlarning mukammal mutanosibligidan hayratga tushasiz. Yurtimizning bir necha viloyatlarida Shayx Said Abdulqodir Jiloniy nomi bilan atalgan me'moriy majmualar joylashgan. Shayx Said Abdulqodir Jiloniy Qodiriya tariqati asoschisi bo'lib, bu sulukning shiori dunyodan forig'lanib oxirat ishiga mashg'ul bo'lish emas, balki mashg'ullik bilan forig'lanishdir. Hoji Bahouddin Naqshband dilbayoru dastbakor shiorini targ'ib qilishda shayxning sulukiga suyangan. Shayx Said Abdulqodir Jiloniy uvaysi bo'lganligi, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ruhoniyatlaridan tarbiyat topganligi e'tirof etiladi. Said Abdulqodir Jiloniy juda ham vatanparvar, mehrli, Alloh sevadigan odam bo'lgan. Chunki u bir nechta tilni puxta bilgan va Qur'oni Karimni yoddan bilgan. Qur'oni Karimdan yoddan bilgan odam, Qur'oni Karim ahkomlarini bilgan odam faqat to'g'ri yo'ldan yuradi. Taqvodor odam bo'lgan. Arab tilida istiqoma deydi. Istiqoma degani bu payg'ambarni amrlarini, ta'limotini bajarish degani. Said Abdulqodir Jiloniy aynan shunaqa odam bo'lgan. Ya'ni siroti mustaqim, istiqoma yo'ldan odam bo'lgan. Payg'ambarning va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlariga rioya qilgan, itoat qiladigan insonlardan bo'lgan, avliyolardan bo'lgan. Abdulqodir Jiloniy payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning Fatima Zahro qizlarining Imom Hasan Husayning 10-avlodi deb hisoblanadi. Imom Hasandan kelgan Said Abdulqodir Jiloniy. Said Abdulqodir Jiloniy deyishadi manbalarda, ba'zi bir manbalarda Said Abdulqodir Jiloniy deyishadi yoki Said Abdulqodir al-Jilani. Arab manbalarida al-Jilani deydi. Jilani nom bu Said Abdulqodir Jiloniy Eronning Gilon viloyatida tug'ilganligini bildiradi. O'shaning uchun Jilani deyiladi, Jiloniy deyiladi o'sha viloyatiga qarab. 16 yoshgacha Eronda o'qigan Said Abdulqodir Jiloniy madrasada fanlarni o'rgangan, fiqh, usul, mazhab. Keyinchalik Bag'dodga ketib, o'sha yerda o'qishni davom ettirib, o'zining madrasasini barpo etgan. Madrasasini barpo etgandan keyin 33 yil o'sha barpo etgan madrasasida dars bergan, 13 ta fan bo'yicha dars bergan. Nahv, arab tilidan, sarf, bu grammatika, keyin fiqh bo'yicha, huquqshunoslik, islom arkonlari bo'yicha tabiiy fanlardan dars bergan. O'zidan keyin ko'p shogirdlarni yetishtirib chiqqan Said Abdulqodir Jiloniy. Shayx Said Abdulqodir Jiloniy uzoq vaqt riyozat chekib, ustozlari ko'magida shariat, tariqat, ma'rifat va haqiqat bosqichlarini o'tib, o'z navbatida ma'ruzalarni tinglagan minglab shogirdlari orasida hukmdorlar, ulamolar, savdogarlar, darveshlar, zohidlar bo'lib, ular turli millatlarga mansub edilar. Tasavvufdagi ustozlardan ham bir qanchasidan dars olib, muayyan muddat insonlardan uzat qilib chekinib, 50 yoshlarida Bag'dodga kelib dars berishni boshlaydilar. U kishiga bir Bag'dodning bir mahallasi kichkina bir madrasani berishadi, shu yerda shogirdlarga dars etishni boshladilar. Qarangki, bu kishining ma'ruzalari tez mashhur bo'ldi. Chunki har bir gapni inson o'zidan o'tkazib gapirsa, u gap boshqacha chiqadi, ta'sirli chiqadi. Naql qilish boshqa, ilmmi? Falon kitobda falon deyilgan. Bu ham bir ilm, buni ham e'tirof etamiz. Falon kitobda bu deyilgan ekan, kitoblardan gapirib berish, kitobdan sharhlash o'zi katta gap. Ammo uni jon-jonidan o'tkazib, mohiyatiga kirib. Shuning uchun
tez orada Bag'dodda Abdulqodir Jiloniyni madrasada aytgan dars berardilar. Shogirdlarga dars berish boshladilar-ku, bu juda katta e'tirofga sabab bo'ldi. Nimaga? Har bir oyatni, hadisni mohiyati bilan, misollari bilan, turli xil o'sha izohlar bilan, sharhlar bilan shunday sharhlab berardilarki, islom ta'limotiga oid masalalarni tafsir ilmi bilan, hadis yoki tafakkur, aqidat, kalom bilan, dunyoqarash nimaiki u dars bersalar, uni chuqur izohlaganlardan tezda shuhrat topdi bu kishining darslari. Shogirdlar ko'payib ketishni boshladi. Shayx Abdulqodir Giloniy mutasavviflardan bo'lgan, yirik olimlardan bo'lgan deganimizda, u ilmlarni albatta o'zining otasidan va madrasadan o'rgangan. Olim Hazrat Qulov o'zining kitobida yozadi Abdulqodir Giloniy bo'yicha Sultonul Avliyo deydi uni. Ya'ni avliyolarning sultoni yoki G'avsul A'zam deydi. Shunchalik olim odam bo'lganki, shunchalik karomatli, bashoratli odam bo'lganki, aytishganki, bu Abdulqodir Giloniyning, ya'ni G'avsul A'zamning karomatiga, bashoratiga va ilmiga tengi yo'q odam bo'lgan o'sha zamonda, zamondoshlari aytishadi. Shunaqa odam bo'lgan. Said Abdulqodir Giloniy juda ham aqlli, insonparvar odam bo'lgan. Uning eng birinchi va ezgu maqsadi bu odamlarni yaxshi yo'lga boshlash, yomon yo'ldan qaytarish, ezgulikka qo'llab-quvvatlash, odamlarga yordam berish. Said Abdulqodir Giloniyning yoki Jiloniyning deb aytishadi, 42 nafar farzandi bo'lgan. O'sha 42 nafar farzandlarini isbotlaydigan shajaralari mavjud. Said Abdulqodir Giloniy Abdulqodir ismidan kelib chiqqandan o'zi Qodiriya tariqatiga asos solgan. Tariqat bu arabcha so'zdan tariq degan so'zdan kelib chiqqan. Tariq degan arab tilida yo'l. Ya'ni ushbu tariqat namoyandalari Shayx Umar Vali Bog'istoniy, mana Said Abdulqodir Giloniy, Shahobiddin Abu Hafs, Umar Suhravardi tariqat namoyandalari degani ular bir yo'lni tanlagan hayotda. Ya'ni yo'lki kamollikka yetish va ruhan poklanish degan yo'l. Ya'ni Allohga yaqin yo'lni tanlagan, Allohga yaqin bo'lish yo'lini tanlagan. Tariqat namoyandalari asosan O'rta Osiyoda mutasavviflar deyiladi. Said Abdulqodir Giloniy islom asoslarini egallagan buyuk mutasavviflardan bo'lgan alloma va avliyo bo'lgan. Avliyo bo'lgan degani bekorga emas, chunki uni karomatiga, bashoratiga, ilmiga hech kim teng kelmas odam bo'lgan. Bir kuni shogirdlar bilan ketayotganlarida Abdulqodir Jiloniy bir mast bo'lib, ichkilik ichib, qattiq mast bo'lib, kiyimlari aftoda holda yotgan insonga duch keldilar. Duch kelgandan keyin salom alaykumdan keyin u bu kishiga savol berishni boshladi. Abdulqodir Jiloniy hazratlari Alloh qodirmi dedi. Kishi ismlari Abdulqodir, ya'ni tarjimasi qodir bo'lgan Allohning quli. Savol ham shunga monand ketdi. U mast bo'lib haligi ahvolda yotgani bilan bir gap bor ekanda bunday. Ey Abdulqodir Jiloniy hazratlari, sizga savolim bor. Alloh qodirmi desalar, ha qodir dedilar. Yana bir pas turib ikkinchi marta Alloh qodirmi dedi. Ha qodir dedilar. Uchinchi marta yana Alloh qodirmi dedi. Ha qodir dedilar. Va uchinchi marta aytgandan keyin ayrim manbalarda keladi. Uchinchi gapdan keyin Alloh qodirmi? Ha qodir degandan keyin o'sha joyda yig'lab sajda qildilar Allohga. Ko'zlaridan yosh chiqdi. Aytdilarki, shogirdlarga bu odamni olib borib, ovqat berib, yuvib, tarab, kiyimlarini almashtirib, o'ziga keltiringlar deb tavsiya qildilar. Ichkilik ichib, mast bo'lib, abgor bo'lib, kiyimlari haligi ahvolda arg'ida, chekkada dumalayotgan bir insonga iltifot qildilar. 3 ta savol bergandan keyin ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Sajda qildilar o'sha yerda Allohga, yiqilib tushib, turolmay qoldilar va aytdilarki, shogirdlariga bu odamni olib borib, yuvintirib, kiyintirib, taomlantirib o'ziga keltiringlar, qaranglar, parvarish qilinglar degan tavsiyani berdilar, olib ketishdi. Ketgandan keyin shogirdlar so'radi. Biz kutmagan edik. Nima dedi? Siz qanday javob berdingiz? Tushunmay qoldik. Alloh qodirmi desa, ha deysiz. Ha deysiz, oxiri yig'ladingiz, yiqildingiz, shukrona sajdalar qildingiz deganda, birinchi savol berganda haligi abgor holda yotgan inson birinchi savoli shuki, Alloh taolo meni gunohimni kechirishga qodirmi deb savol berdi dedilar. Qodir deb javob berdim dedilar. Endi ikkinchi savoli. Mendagi abgor bo'lib ketgan inson sizni darajangizga chiqarib qo'yishga, Bag'dodning eng mashhur allomasi, o'sha paytdagi mamlakatdagi hamma uni shogirdi bo'lishga intiladigan buyuk bir alloma darajasiga chiqarib qo'yishga Alloh qodirmi deb savol beradi ikkinchi savol emas. Shunda bu kishi ha qodir dedi. Abdulqodir Jiloniyni istirobga solgan, qiynagan uchinchi savol shu bo'ldiki,
sizdagi buyuk bir shaxsni mandagi abgor qilib qo'yishga ham Alloh qodirmi degan savol edi. Mana bu savol murakkab. Hazrat Navoiy naqdijon chiqqanda iymon gavharin ko'ngilga sol aylagil jondan judo ketma iymondan judo. Ey Alloh, iymon bilan keting. Qarang, dardligi buyuk Simonning dardi shu o'zini ma'naviy dunyosida saqlab qolish bo'lgan. Qo'rqqan shuni qanaqadir muddat yo'qotib qo'yishdan. Ayrilib qolish xavfi bor-da har qanaqa holatda ham. Ana shu 3-savol Abdulqodir Jiloniyga og'ir keldi. Mumkin dedilar-yu, keyin haligi shu holatni o'ylab, mushohada qilib ko'zlaridan yosh chiqdi. Yaratganga istig'for va shukrona sajdasini keltirdilar. Hech kimni e'tibordan chetda qoldirmaslik buyuklarning ishi. Manbalarda Shayx Said Abdulqodir Jiloniy shirin suxanlik, saxiy qalblik, ahdga sadoqat, do'stlarga vafodorlikda benazir bo'lganligi aytiladi. Tabiatida mardlik va saxovat ustunligi sababidan dargohi hamisha ochiq bo'lgan. Said Abdulqodir Giloniyning asarlaridan birida u asarning mazmunini insonni komillikka yetishi, ya'ni inson komil bo'lishiga maqsad qo'yib ilmiy ish qilgan. O'sha ilmiy ishda komillikka bo'lish uchun 10 ta xislat keltirilgan. Ya'ni o'sha 10 ta xislatlarning ichida bag'rikenglik odammi, mehri, vatanparvarligi, islom arkonini o'rganishini, ilmni olishini degan hammasini ichiga shu 10 ta xislatlari, komillikka yetish xislatlari bo'lsa, bu asosiy 4 ta xislatlari uning ichiga kirgan. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Nanay qishlog'ida Shayx Umar Vali Bog'istoniy yodgorlik majmuasi joylashgan. Shayx Said Abdulqodir Jiloniyning avlodlaridan bo'lgan Shayx Umar Vali Bog'istoniy Yaqub Charxiyning shogirdi. U esa o'z navbatida Hoji Bahouddin Naqshbandga shogird edi. Toshkent viloyatining eng ko'rkam so'lim bog'laridan bo'lgan Bog'iston qishlog'i. Bog'iston qishlog'ida Shayx Umar Bog'istoniy tavallud topganlar. Shayx Umar Bog'istoniy dastlabki ilmni otalaridan olgandan keyin Toshkentdagi Jaliliddin boboga shogirdlikka tushganlar. Jaliliddin boboni Umar Bog'istoniy, Etimas Eshon, Bobo Obriz, Nuriddin Basir degan 4 ta mashhur xalifalari bo'lgan. Umar Bog'istoniy Toshkentda yashaganlar ancha vaqt. Yashagan kitobida berilishicha, Umar Bog'istoniy bilan Bobo Obriz juda qadrdon bo'lishgan. Bog'istoniy o'g'illariga aytganlar: "Tahur, olim bo'lma, mulla bo'lma, qori bo'lma, u bo'lma, bu bo'lma, odam bo'lsa ham bo'ldi. Inson bo'l. Hammasi birinchi o'rinda inson" degan gap ekan. Yana rivoyat qilishlaricha, Sharq mamlakatdan bir olim odam kelib Bog'iston qishlog'iga gapirdi. "Ustoz, menga ilm berasiz" deb kelsa, "Xo'sh, musulmonchilik ahkomlarini bilasanmi?" "Bilaman." "Mahallada masjiding bormi?" "Bor." "Ota-onang bormi?" "Bor." "Bola-chaqang bormi?" "Bor." "Tarki dunyo qilmaganda ota-onangni boqib, bolalaringni boqding. Senga vazifa shu" degan ekanlar. "Xo'p bo'ladi, ustozlik kirgan ekan." Hammasini bilsin, maqsaddan chuqurlash, otangga qara, onangga qara, bolaga qara deb qaytargan ekan. Xo'ja Vali Buxoroga borib, Allohdan Antor bilan gaplashdilar, Yoqub Sharqiy shogird bo'ldilar. Yoqub Sharqiy, "Ey, Bog'istondanmisan? Umar Bog'istoniyni bilasanmi?" desalar, endi mana shuna navarasiman deyishga uyalib, otam shu odamgacha munozimlardan bo'lgan edilar. Ko'p xonadonga ko'p qatnardilar degan gap aytib, men o'sha avlodimdan deyishga tijorat qilgan ekanlar. Naqib Umar Bog'istoniy o'g'illar Shahon Tohir, Shahon Tohir o'g'il Dovud Xo'ja, Dovud Xo'jani 7 o'g'il bitta qizi bo'lgan, qizlar Robiya begim, Xo'ja Valiyni onalari bo'ladilar. Ona tomonidan katta bo'g'alari Bog'istoniy bo'lgan. Shayx Umar Vali Bog'istoniy va uning o'g'li Shayx Umar Tahur tariqat namoyandalaridan hisoblanadi. Bu insonlar Shayx Umar Vali Bog'istoniy, Shayx Umar Tahur, Ahmad Yassaviy, Hoji Aqror Vali avlodlari yo'l tanlashgan. Qaysi yo'lki poklanish va islom dinini tanishtirish. Ya'ni asosiy yo'l bu ruhan poklanish degan yo'l. Ya'ni ular ruhan poklanish yo'lini tanlashgan. Shu tariqni tanlashgan deyshadi arab tilida. O'shaning uchun tariqat namoyandalari deyshadi. Ularni boshqa odamlardan ajratadigan xislatlari bu kiyimlardan ko'rsa bo'ladi. Ya'ni kiyimlari o'sha tariqat namoyandalarining kiyimlari oddiy jun, ya'ni arab tilida suf deyiladi. Sufdan qilingan bo'lgan. Ular ajrab turilgani, misol uchun sufda ko'ringan bo'lsa odam kiyilgan kiyimida, ya'ni bu inson tariqat namoyandasi. Ya'ni bu sufi deb odam deb hisoblanadi deb aytishadi. O'sha olimlarimiz bilan
avliyolarimiz bilan albatta Shayx Umar Vali Bog'istoniy, Hoji Ahror Vali, Shayx Xuvanda Tahur Valiyulloh deb hisoblanadi deb aytishadi arab tilida. Ya'ni Allohning do'stlari. Vali degan so'zi avval degan so'zdan olingan arab tilida. Ya'ni bu odamlar Alloh uchun avvaldagi odamlar degani, birinchi navbatda turadigan odamlar degani. Allohning do'stlari degani, Allohning amrini payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam amrini bajaradigan insonlar deb hisoblanadi. Istiqomat, tariqat, to'g'ri yo'ldan yurgan insonlar deb hisoblanadi. Shayx Umar Vali Bog'istoniy Bog'istonga 20 ta maslakdoshi bilan kelgan va shu yerda joylashgan. Uning o'g'illari Shayx Xuvanda Tahur 13-asrda yashab o'tib, ko'p risollalarga ega bo'lgan, ko'p risollalarni muallifi bo'lgan. Ya'ni asosiy risolalari bu tariqat risolalari, tariqat va shariat masalalari bo'yicha risola, islom arkonlari bo'yicha risola, 10 ta shart bo'yicha risola. Bugungi kunda ajdodi bir bo'lgan, ya'ni Ka'b ibn Luayga borib bog'lanadigan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar ibn Xattob, shuningdek Shayx Said Abdulqodir Jiloniy, Shayx Umar Vali Bog'istoniy, Shayx Xovandi Tohur, Hoji Ubaydulloh Ahror Vali avlodlari orasida Toshkent shahri va Toshkent viloyati, Nanay, Bog'iston va Xumson qishloqlarida yashab kelayotgan Tabarruk Shomatovlar xonadoni o'ziga xos o'rin tutadi. Shayx Umar Vali Bog'istoniyning qoni kelib chiqishi kimma avlodining deb ta'kidlasak, ular 17-avlod bo'lib, ikkinchi Odil xalif Umar bin Abdulloh al-Xattobga borib taqaladi. Umar bin Abdulloh al-Xattob bilan arab manbalar aytishicha, Umar al-Xattob va Abu Bakr Siddiq va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam bitta qondosh, ya'ni Murra bin Ka'b degan bitta avloddan kelib chiqishadi. Ya'ni ularning dodasi payg'ambarning avlodi Murra bin Ka'b, Umar al-Xattob, Abu Bakr Siddiq va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam dodalar deb hisoblanadi. Shundan xulosa qilamizki, Umar bin Abdulloh al-Xattob, ya'ni Umar Vali Bog'istoniy, unga 17-avlod bo'lib taqaladigan Umar bin Abdulloh al-Xattob, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam bitta qondosh bo'lib ta'kidlanadi. Bu ta'kidlashlari arabcha manbalarga qaraganda aytilganki, yashtarikul umr Xattob ma ahlil bayt fi aslin wahidin, fi luhmatin nasabiyatin wahidin degan. Ya'ni Umar al-Xattob ahli baytdan, ya'ni payg'ambarning oilasi bilan bitta asli kelib chiqishi va u odam Murra bin Ka'b deb aytilgan. Shayx Umar Vali Bog'istoniyning avlodlariga tegishli shajarani ko'ryapsizlar. Shayx Umar Vali Bog'istoniy 17-avlod bo'lib, ikkinchi xalifa, Odil xalifa Umar bin Abdulloh al-Xattobga borib taqaladi. Ya'ni Shayx Umar Vali Bog'istoniy va uning oila a'zolari Quraysh qabilasidan kelib chiqqan bo'ladi. Ushbu shajarada Shayx Umar Vali Bog'istoniyning avlodlarini ko'rishlaringiz mumkin. Ya'ni bu shajara Abu Bakr Siddiq va Umar ibn Xattob avlodlarining shajaralari. Ushbu shajarani qo'yish maqsadi bu Shayx Umar Vali Bog'istoniyning ziyoratgohida, ya'ni Shayx Umar Vali Bog'istoniyning avlodlarini, ruhlarini poklash va butun dunyoga Shayx Umar Vali Bog'istoniyning va uni asl nasabi kimdan kelib chiqishini tanishtirish. Ushbu shajara Turkiya Respublikasida Saidlar va Ishonlar xorijiy xalqaro jamiyati tomonidan tadqiq etilib, tasdiqlangan. Shajarani tasdiqi Naqib al-Ashraf deyiladi. Bu arab tilida Naqib al-Ashraf bu payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning avlodlarining shajarlari bilan va ishlari bilan shug'ullanadigan rasmiy shaxs deb hisoblanadi. Ushbu ikkita rasmiy shaxs bu birinchi Mir Asqar Hoji Obidov, O'zbekiston Respublikasining xalqaro oltin meros xayriya jamg'armasining manbashunoslik va shajarashunoslik bo'limining boshlig'i, butun dunyodagi tanilgan xalqaro miqyosdagi professor, akademik, PhD doktori. Va ikkinchi Naqib al-Ashraf bu Said Ilhomxon Bahodir Razaviy Huseyni, u ham O'zbekiston fuqarosidan bo'lib, Ali radhiyallohu anhuga borib taqaladigan shajarasi bilan tasdiqlangan odam. Bu ham Turkiston Saidlari Ishonlari xorijiy xalqaro jamiyatining a'zosi, Naqib al-Ashrafi, faxriy PhD doktori, O'rta Osiyo va mintaqaviy vakili deb hisoblanadi. Ya'ni ushbu shajara rasman O'zbekiston Respublikasida oltin meros xayriya jamg'armasi tomonidan va Saidlar va Ishonlar xalqaro jamiyatining tomonidan tasdiqlangan. Undan tashqari shajarada ko'rib turganingizdek bir 20 tadan oshiq muhr bor. Bu 20 tadan oshiq muhr nimaga ifoda beradi? Saidlar va Ishonlar xorijiy xalqaro jamiyatining hamkorlari ko'rsatilgan. Ya'ni hamkorlari xuddi o'sha Saidlar va Ishonlar xorijiy jamiyatga o'xshagan naqobatlari, ya'ni payg'ambar avlodidan shug'ullanuvchi markazlar. Ushbu markazlarni ko'rib turganingizdek hamma muhrlar mavjud. Eng muhim muhri bu butun jahon naqobatlarining uyushmasini muhri.
butun jahon naqobatlarining uyushmasi Buyuk Britaniya va Misrda joylashgan shtab-kvartirasi. Undan tashqari Iordaniya Hoshimiy podshohligidagi naqobatlari, Suriya davlatdagi Arab Respublikasi naqobati, Indoneziyadagi naqobatlari, Malayziyadagi naqobatlari. Undan tashqari Turkiston sayyidlari va ishonlar xorijiy xalqaro jamiyatining Istanbulda joylashgan ofisining raisini ham muhri ham bor. Bu doktor Said Sardorxon Jiloniy. Ushbu shajara muvaffaqiyatli tasdiqlangandan keyin shu shajarani asosida sertifikat beriladi odatda. Ushbu sertifikat shajaralar ko'rsatgan avlodlarining ushbu sulolaga tegishligini isbotlab beradi. Mana qo'limda ushlab turgan bu oilaviy shajarani, ya'ni ushbu Umar Vali Bog'istoniy Abubakr Siddiqqa avlodini tasdiqlaydigan sertifikat. Ushbu sertifikatni ko'rib turganingizda arab tilida yozilgan, mana Niqobat as-Sadda va al-Ashraf fi Turkiston. Ya'ni Turkistondagi sayyidlar va ishonlar xorijiy xalqaro jamiyati arab tilida, xuddi shu yozuv o'zbek tilida Turkiston sayyidlari va ishonlar xorijiy jamiyati. Ushbu yozuv turk tilida mavjud va ingliz tilida The Association of the Descendants of Prophet. Ya'ni payg'ambar Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning avlodlarining tasdiqlovchi hujjat degani. Ushbu sertifikat Shanyozov Komronga uning nasab shajarasi Shayx Xovondi Tohur ibn Shayx Umar Bog'istoniyga borib tutashini bayon etilgan oilaviy shajara kitoblarida asosidan berilgan. Taqdim etilgan hujjatlar, ya'ni kitob va shajara xorijiy xalqaro jamiyatning degani Turkiston sayyidlari va ishonlari xorijiy xalqaro jamiyatining shajarashunos mutaxassislari tomonidan o'rganilib qayd etilgan. Ya'ni qayd etilgan degani ushbu ko'rib turganingizda 22 ta muhri bo'lsa, har bitta naqobatda qayd etilib tasdiqlangan. Ya'ni butun dunyo naqobatlarida 22 ta naqobat, 23 ta naqobat bo'lsa, hammasida bu shajara tasdiqlanganligini ushbu sertifikatda bayon etilgan. Va yozilganki, hamda mazkur sulola, ya'ni mazkur sulola Shayx Umar Bog'istoniy, ya'ni Umar al-Xattobga borib taqaladigan sulola vakili, ya'ni Komron Shanyazovga shajara plakati taqdim etilgan. Shu shajara plakati taqdim etilgan, ya'ni xorijiy xalqaro jamiyat tomonidan. Ushbu sertifikat albatta sayyidlar va ishonlar xorijiy xalqaro jamiyati ikkita muhri bilan tasdiqlangan. Bitta muhri turk tilida bo'lgan bo'lsa, ikkinchi muhri ingliz tilida va o'zbek tilida berilgan. Turk bayrog'i ko'rsatilgan, chunki bularning shtab-kvartirasi, asosiy markazi Turkiyada joylashgan. Bir necha yildan beri, hozir shahar 30 yildan beri shajara bilan shug'ullanaman. Dunyo naqobatda imtihondan o'tib, doktor PhD va laqab degan guvohnoma keldi. Dunyo naqobatiga kiritildik. O'zbekistonimiz xos oltin merosimiz va mana shu faxrim bilan shu diyorimizdagi avlodlarning shajarasini tuzib, butun dunyo jamiyatlari bizlar bilan birga hamkor. Juda mamnun bilan bu shajarani tasdiqlab berishdi. Bizlarning diyorimizdagi bo'lgan ko'hna shajaralar. Uzilib qolgan joyini bizlar sharq mamlakatga yuborib, biz naqobatga o'tda kam ko'stin to'g'rilab berishyapti. Mana mamlakatda ham noma'lum joylar bor edi. To'ldirib berishdi. Pokistondagi jamiyatdan to'ldirib berishdi. Hatto kamchilikni to'ldirishyapti. Bizlar endi ularga biz birimizni to'ldirib, yaqin bir shajara saylayapmiz. Mana shu kecha bo'lgan ma'lumotlar, tarixiy ma'lumotlar. Butun dunyo naqobatlarida bor ma'lumotlar. To'ldirib berishdi, yetmaganini xato bo'lgan joyni to'g'rilab berishdi va bu davomini shu odatdan bo'lgan Komron Shanyazovni mehnati bilan qarindoshlari, amaki tog'alaridan birgalikda shu to'pladikda, mana shu oltin zanjirni hozirgacha bo'lgan odatdan ulangan shajarasini bunyod qildik. Inson tug'ilib voyaga yetgandan so'ng albatta o'zining qaysi avlodga qarashligini o'shanga intilishi boshlaydi. Shundan men ham bir vaqtlar otam rahmatlik shu bizani avlodlarimiz katta ulamoli bo'lishgan, shu qanaqadan keyin men shunga qarab intilib shu ba'zi bir adabiyotlarni topish harakat qildim. Komron Shanyazov bilan shajarani kirishganimizda albatta og'ir yetish uchun kerak bo'ldi. Shunda men boshqa qarindoshlar kitoblarni o'qib nima qilib birgalikda shunda yilda adam rahmatlik ham ko'p buni aytgan edilar. Shu bizani avlodimiz o'tib borib shu Shayx Umar Vali, Shayx To'g'ribo'ga taalluqli o'shalardan biza avlodimiz mana shu kungacha yetib kelgan degan so'zlarni o'zi eshitganman. Shu o'shandan keyin biz shu shajarani yanada kengaytirishga harakat qildik. 10 yillarcha bir mana Kamron akamiz oldimga kelib, shu ota-bobolarimiz buyuk insonlar bo'lgan ekan. Mana shu to'g'risida bir kitob yozmoqchiman. O'stonlarda avlodlari bor ekan, siz taniysiz. Shular bilan meni tanishtiring dedilar. Men aytdim, katta akamiz Tohir aka ularni ko'proq yaxshiroq biladi. Oldlariga borishni maslahat berdim.
Shundan keyin Kamron akamiz maqsadlarini boshlab yubordi. Beadad shukrlar bo'lsin. Chunki biz avlodlarimizni tarixini o'rganib, ularning tarixlarida yangi sahifalarni ochib, keyingi avlodlarga agar qoldirsak, bu ularning tarbiyasiga to'g'ri ta'sir qilsa, biz o'zimizni missiyamizni bir qismini bajargan bo'lamiz. Bugungi kunda tarixiy meroslarni avaylab asrash, ularni o'rganish, avlod ajdodlariga qoldirish bu davlat siyosatimizning eng muhim ustuvor yo'nalishlardan biri bo'ladi. Shuning uchun o'ylayman shu yo'nalishda biz o'z bir hissamizni qo'shyapmiz. Yana bir o'ylaymanki, agar biz bugungi kunda zamonaviy yoshlar bilan shu o'tgan avlod ajdodlarimiz orasida ko'prik vazifasini bajarib, keyingi avlodlarga nimalardir yozib qoldirsak, ularga foydamiz tegsa, savob ishlarga qo'l urgan bo'lsak, undan biz albatta o'z missiyamizda bir qismini bajargan deb o'ylayman. Mana shu kitob Xo'ja Ahmad Valiyning ota, ona avlodlari. Bu qadimiy qog'ozda bo'lgan, uni kitob shaklida keltirilgan. Mana bizda arab nusxasida berilgan. Arab nusxasida kitob shaklida berilgan. Kitob shaklini biz hozir kiriga o'girib, mana bu yerda kimdan keladilar? Ota avlodi kim? Ona avlodi kim? Hammasi mana shu beriladi. Mana Xo'ja Vali nasabnomasi deb kelyapti. Shunga asosan mana kim ota avlodi, ona avlodlari hammasi mana shu berilgan. Shuni ko'chirdik. Uni Bog'istonning o'g'li Do'st Xo'ja, Do'st Xo'janing qizlari Robiya begim, Xo'ja Valining onalari bo'ladi. Bitta berilgan, hammaligi berilgan. Ota avlod, ona avlod. Xo'ja Valining farzandlari, nabira abira hammasi mana kitobda 800 dan ortiq odamlar qatnashgan kitob. Bu tarixiy kitob. Manba arab imzosida qilingan. Uni bizning olimlar Mahmud Hasaniylar shuni tarjima qilib berishdi. Kitobning muallifi mana Abul Xayr ibn Abdul Fattah al-Husayni degan zot Xo'ja Valining paytida bo'lgan tarixchi olim bo'lganlar. Abu Said Mirzoning iltimosiga muvofiq shuni to'plagan. Oilaviy shajarasi Turkiyadagi Turkiston saidlari va eshonlari xorijiy xalqaro jamiyati hamda O'zbekiston Respublikasi Xalqaro oltin meros xayriya jamoat fondi tomonidan tasdiqlangan bu avlod vakillaridan biri Said Mingboshi va Hafiza onaning Nazar, Soat, Huzurjon, Toshmatjon, Umurjon ismli farzandlari bo'lib, o'z navbatida Umurjon ona va Nazir buva oilasida Dalaboy va Nasiba ismli farzandlar dunyoga kelgan. Nasiba Nazarova Xumson qishlog'ida tug'ilib, Said Mingboshi degan odamni nevaralari bo'lgan. Said Mingboshi Nanayda tug'ilib, Umar bin Abdullah al-Xattobning avlodi deb hisoblanadi. Umurjon ona Said Mingboshining avlodidan bo'lib, Nasiba ona qizlari bo'lib, Nasiba onaning otasi tomonidan Nazir buva. Ali radhiyallohu anhuning Fatima Zahro Imom Hasan avlodidan bo'lib kelib chiqib, Said Abdul Qadir Jiloniga borib taqaladi. Ya'ni Said Abdul Qadir Jiloni G'avsul Azam nomiga ega bo'lgan odam. Bag'dodda ko'p yil yashab, madrasa barpo etib, 33 yil madrasada o'zining faoliyatini ko'rsatib, 13 ta fandan dars bergan. Umurjon ona 1888-yili tug'ilgan. Nazir buva 20-asr boshlarida Fransiyada tahsil olib qaytgan. Sho'rolar hukmronligi vaqtida oilasiga tegishli bor yerlari, chorvasi, mol-mulkidan o'z ixtiyori bilan voz kechgan Nazir buva muhandislik sohasida tahsil olgani uchun suv tegirmoni qurib oilasini boqqan. 1929-yilda umumiy kollektivlashtirish davrida Nazir buva hibsga olinib, surgun qilingan. Umurjon ona uy joyidan mahrum bo'lib, 2 farzandi bilan 25 kilometr qor kechib, Toshkent viloyati Bo'stonliq tumaniga, bir oydan so'ng u yerdan Qibrayga ketishga majbur bo'ladi. 1934-yili surgundan qaytgan Nazir buva oilasini qidirib topadi. Nazir buva va Umurjon onaning farzandi bo'lgan Nasiba Nasriddin Shomatov bilan oila qurib, ularning Ozod, Ulug'bek va Zulfiya ismli farzandlari tug'iladi. Nasriddin Shomatov 1915-yilning 22-sentyabrida Toshkent viloyati Piskent tumanida temirchi Mirahmat oilasida dunyoga kelgan. Shomatov Nasriddin Mirahmedovich Siddiqiy xo'jalardan bo'lib, Abu Bakr Siddiq avlodidan
kelib chiqayotgan holda, hamda Usmon radhiyallohu anhu Ruqiya onaning Said o'g'illaridan kelib chiqyaptilar. Nasriddin Shomatovning ayollari Nasiba Nazarovna Shomatova ushbu sulolaga tegishli bo'lib, Xo'jakat shahrida ham Nasiba Shomatovaning akalari va tog'a tomonidan qarindoshlari bular o'tib ketgan rahmatli Asrol va Rixsim akalar ham Umar al-Xattob va Ali radhiyallohu anhuning avlodlari deb hisoblanadi. Shomatov Nasriddin Mirahmedovich haqida quyidagilarni albatta bayon etishimiz darkor deb hisoblayman. Marhum ustozimizning ustozlari O'zbekistonda hozirgi kunda ham yagona hisoblanuvchi Travmatologiya va ortopediya ilmiy tadqiqot tekshirish institutini qariyb 20 yil davomida rahbarlik lavozimida ishlagan va O'zbekistonda nom qozongan ustozlarimizdan bir qatorida sanaladilar. Ular nafaqat O'zbekiston diyorida, balki butun Markaziy Osiyoda o'zlarining ilmiy tadqiqot yo'nalishlari bilan, o'zlarining ko'plab shogirdlar yetishtirganlari bilan alohida nom qozonganlar. Ular bevosita ushbu avlodning davomchisi sifatida Abu Bakr Siddiq avlodlarga borib taqaladilar. Ularning qo'l ostida ko'plab shogirdlar hozirgi kunda ham Markaziy Osiyoda, O'zbekistonda ularning olib borgan ilmiy yo'nalishlarini davom ettirgan holda ko'plab tadqiqotlar olib bormoqdalar. Ularning farzandlari xususida gapirib o'tadigan bo'lsak, 3 ta farzandlari, katta farzandlari sharqshunos, hinshunos olim Shomatov Ozod Nasriddinovich, ikkinchi farzandlari Shomatov Ulug'bek Nasriddinovich hamda kichik farzandlari Shomatova Zulfiya Nasriddinovna. 1929-yili o'sha vaqtdagi O'rta Osiyo universiteti qoshidagi ishchilar fakultetiga o'qishga kirgan. Uni o'qishga yuborish uchun otasi karton jomadon, 2 ta ko'ylak, shim va botinka sotib olgan ekan. Nasriddin Shomatov yotoqxonada yashagan va o'sha vaqtdagi og'ir sharoit tufayli shaxsiy buyumlarni nihoyatda ehtiyot qilishga harakat qilgan. Chunki 1929-1930 yillardagi ocharchilik sababli Povoljiya o'lkasi hududlaridan Toshkentga keladigan qochqinlar soni ko'payib ketgan. O'sha vaqtda shimning narxi talabaning 2 oylik stipendiyasiga teng edi. Nasriddin Shomatov 2 yil tahsil olgach, Oliy o'quv yurtining tibbiyot fakultetiga talabalikka qabul qilingan. 1936-yili o'qishni tamomlab, Farg'ona vodiysidagi qishloq shifoxonalaridan biriga 2 yil ishlashga yuborilgan. U yerda tibbiyotning ko'plab yo'nalishlari bo'yicha katta tajriba orttirgan. 1939-yilda Nasriddin Shomatov hamda Nazir buva va Umurjon onaning farzandi Nasiba oila qurishgan. Ularning 3 nafar farzandi Ozod, Ulug'bek va Zulfiya tug'ilgan. Ozod Shomatov 1940-yil 17-iyulda Toshkentda tavallud topgan. Beqiyos sharqshunos, hindshunos, tolmas jamoat arbobi, filologiya fanlari doktori, professor, Hindistonning Jorj Grierson xalqaro mukofoti sohibi Ozod Shomatov nomi bugungi kunda ham butunjahon ilm-fan olamida tan olingan atoqli olim sifatida e'tirof etiladi. Ozod Nasriddin Shomatov Sharqshunoslik institutining professor, o'qituvchilaridan bo'lib, Hind filologiya kafedrasining mudiri bo'lib, ko'p Hind O'zbekiston aloqalarining rivojlanishida o'zlarini katta hissalarni qo'shgan bo'lib, Hindiston prezidentining qo'lidan O'zbekistondagi hindshunoslikni rivojlantirish bo'yicha hissa qo'shganligi bo'yicha davlat mukofotiga erishgan. Shomatov Ozod Nasriddinovich bir umr Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida hindshunoslik ravnaqi yo'lida samarali mehnat olib borganlar. Ular dastavval Toshkent davlat universiteti qoshidagi sharq filologiyasi fakultetini hind filologiyasi yo'nalishida tahsil olib, butun umr shu dargohda O'zbekistonda hindshunoslikning, hind oliy tillarini yoyish maqsadida ko'plab shogirdlar yetishtirdilar. Deyarli 40 yil davomida Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida dastavval hind filologiyasi va so'nggi yillarda Janubiy Osiyo tillari kafedrasiga mudirlik qilib, ko'plab monografiya, qo'llanmalar, shogirdlar yetishtirdilar. Ularning hozirda yetishtirgan
shogirdlari nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyo hamda jahonning turli mintaqalarida samarali mehnat olib bormoqdalar. Ular 10 ga yaqin fan nomzodlarini yetishtirgan bo'lsalar, ular orasida filologiya fanlari doktori professor Ulfat Muhibova hozirgi kunda Janubiy va Janubiy Sharqiy Osiyo tillari kafedrasini mudir lavozimida faoliyat olib bormoqdalar. Filologiya fanlari nomzodi dotsent Abdurahmonova Muhoya Hakimovna, ular ham urdushunoslikka katta hissa qo'shgan olimalarimizdan hisoblanadilar. Hozirda ushbu dargohda talabalarga ta'lim berish bilan birgalikda ko'plab shogirdlar yetishtirmoqdalar. Yana bir shogirdlari Karimov Akrom Abilovich. Ular xitoyshunos bo'lishlariga qaramay, domlaning bir xususiyatlarini ta'kidlab o'tish darkor deb hisoblaymiz. Ular nafaqat hindi va urdu tillari yo'nalishida tadqiqot olib borayotgan tadqiqotchilarga ilmiy rahbarlik qilganlar, balkim shu bilan bir qatorda sharq tilshunoslik yo'nalishida olib borayotgan ilmiy tadqiqotchilarning ham ilmiy ishlariga bevosita rahbarlik qilgan holda o'zlarini beminnat xizmatlarini sira ham ayamaganlar. Shulardan biri filologiya fanlari nomzodi, sharqshunos olimimiz, xitoyshunos olimimiz, dotsent, professor, hozirgi kunda professorlik lavozimigacha erishdilar. Karimov Akrom Abilovich hamda marhum ustozimiz Zohid Sobitovichlarni filologiya fanlari nomzodi dotsent alohida ta'kidlab o'tish darkor. Ustozimiz professor filologiya fanlari doktori Shamatov Ozod Nasridinovich O'zbekistonda hindshunoslikni otasi desak yanglishmaymiz. Chunki bu ustozimizni nafaqat O'zbekistonda, balki butun jahondagi hindshunoslik markazlarida juda yaxshi tanishadi va ular bilan biz shogirdlar paytimizda ko'rganmiz, doimiy ravishda ilmiy aloqalarda bo'lib kelganlar. Eng birinchi navbatda Hindistondagi olimlar. Mana men ilmiy ishni boshlaganimda Shamatov qo'limga bir kitob berib, Boburiylar davridagi 17-asrda yozilgan bir nasriy asarni berib, mana shu ish bo'yicha qizim fan kandidatlik ishini yozsangiz, siz qiziqasiz hindi tiliga, Hindistonga deganlar, shu kitobni olib ishimni boshlaganimda rossiyalik, rus olimlarini va hind olimlarini kim bilan uchrashishimni aytganlar. Albatta ular bilan aspiranturaga kirganimdan keyin borib uchrashganman va Hindistonda kimni yoniga borsam professor Pandey bo'ladimi yoki Nambar Singh bo'ladimi, adabiyot kafedralari, hind kafedralarining mudiri u yoqda Kedarnath Singh bo'ladimi, Ozod Nasridinovich familiyasini aytgandan keyin ismlarini albatta biz Ozod akani shogird bilan ishlamasak kim bilan ishlaymiz? Biz juda xursandmiz sizga shunday ajoyib bir mavzu berganidan deb. Men ular bilan shaxsan uchrashib, shu mavzu bo'yicha kerak maslahatlar olganman. Keyin albatta mana Germaniyada hindshunoslik markazi bor, Shvetsiyada bor, Amerikada bor, Lotin Amerikasidagi kichik bir Surinam mamlakatlarida bor. Shularning hammasi bilan bordi keldi qilib, konferensiyalarga borib, xat bilan aloqalar qilib, ularning maqolalari bo'lsa, shu bizga mavzuyimizga taalluqli har bir shogirdlariga shunga mos mavzuni, shu mamlakatda hindshunos tanishim bor, sizni mavzungiz bo'yicha shu maqolani yozibdi, shuni o'qib tanishib chiqsangiz deb, albatta u paytda ingliz tilini yaxshi bilmaymiz, lug'atlar yordamida o'rganganmiz. Marhum Ozod Nasriddin Shamatov nafaqat O'zbekistonda, balki Hindiston, Pokiston hududidan chiqib, xalqaro miqyosda lingvist, sharqshunos, hindshunos olim sifatida nom qozongan inson edilar. Men doimo shogirdlarimga shuni ta'kidlab aytamanki, ustozni olim sifatida va odam sifatida fe'l-atvorlariga ikki asosiy jihat xos edi. Biri mehnat tinmay o'z ustida ishlash, ikkinchisi esa talabchanlik. Ustoz rahmatli eng avvalo o'zlariga juda katta talab qo'yar edilar. Undan so'ng hamkasblariga, ayniqsa shogirdlarga talabchan edilar. 1984-yili ustozimiz Moskvadan doktorlik dissertatsiyasini himoya qilib qaytganlar. O'sha kezlarda men endigina universitetni bitirgan yillar edi. Ozod Nasridinovichni menga ilmiy rahbar qilib belgilashgan. Manglayi yarqiragan shogird qattiqqo'l ustoz qo'liga kelib tushadi. Zero qadimdan ustoz jabri ota mehridan afzal degan purma'no naql qolgan. Ustoz rahmatligini men doimo qo'llarida qalam, kitob mutolaasi bilan band holda ko'rganman. Doimo qandaydir lug'at ichidan nimadir so'zni qidirgan, bir manbani ikkinchi manbaga muqoyasa qilib solishtirgan. Xullas kitob mutolaasi bilan band bo'lar edilar. Ustoz
mukammal bir ibrat maktabi edilar. Shu ustozni bizga juda ko'p ko'maklari singan. Ustozni tavsiyalari bilan Moskva va Peterlik taniqli hindshunos olimlarni xonadonlarida istiqomat qilganmiz. Ana shu olimlarni kechalari tashkil qiladigan ilmiy majlislarda bir chekkada o'tirib o'sha suhbatlarni tinglaganmiz va shu orqali rus tilimiz ham charxlanib, ilmiy maqola qanday yoziladi, ilmiy manba qanday o'rganiladi, qaysi jihatlariga katta e'tibor berilishi kerak. Mana shu jihatlarni, mana shu maktabni o'taganmiz. Shuning uchun men ustozimdan shu jihatdan bir umr to hayot ekanman, minnatdorman. Ozod Nasirdinovich yana ilm sohasidagi juda katta bir yutuqlari bor. Bu yutuqlar haqida har doim men hamma joyda aytaman, Hindistonda ham borganda. O'zbekistonda Shamatovchalik hind tillarini biladigan bironta bir mutaxassis yo'q va bundan keyin bo'lish ham juda qiyin, chunki buning uchun juda katta qiziqish va juda katta sabr toqat kerak. Ozod Nasirdinovich hindi tilini, urdu tilini emas, hindi tilini barcha sharqiy shevalarini va g'arbiy shevalarini juda yaxshi bilganlar. Undan tashqari Hindistonning boshqa shtatlari Gujrati tilini, Bengali tilini, Panjobiy tillarini, bu har bitta shtatning o'zining tili. Albatta hindi tiliga o'xshash jihatlar bor, lekin bu tili boshqa til. Chunki har bir shtatning o'zining milliy tili bor, ana o'sha tillarni bilgani bu Shimoliy shtatdagi tillar. Lekin Ozod Nasirdinovich eng murakkab Dravid tillar guruhiga kiradigan Janubiy Hindiston tillaridan Tamil tilini, eng qadimiy, sanskritdan ham qadim deb aytadi-da, biz Hindistonga borganda shuni eshitganman. Sanskritdan ham qadim, lekin biz endi sanskritni butun dunyo tan olgani uchun Tamil haqida gapirib o'tirmaymiz deb o'sha olimlarning ichida suhbatda eshitganman. Marathi tilini, janubiy tillardan bittasi, Telugu tillarini, Orisi tillarini bilganlar. Buni menimcha bunchalik ko'p tilni Moskvadagi hindshunoslar ham orasida ham bormi yo'qligini eshitmaganman. Shu jihatdan men bu ustozimizni abadiy xotiramda saqlab qolaman, abadiy hurmat qilaman. Ozod Nasirdinovich olib borgan ilmiy tadqiqotlarining doirasi nihoyatda keng va serqir edi. Men bir urdushunos sifatida eng katta qilgan xizmatlardan birini aytib o'tishni istardim. Bu hozirgi zamonaviy urdu tiliga asos bo'lgan Janubiy Hindiston, ya'ni Dakkini tilining butun til qurilishi, til tizimini, ya'ni grammatikasidan tortib so'z boyligi, so'z yasalishi, qonuniyatlarini 13-18 asrga qadar bitilgan manbalarni o'rgangan holda sinchiklab doktorlik dissertatsiyasini yoqlaganlar. Va bu ish monografiya tarzida nashr qilinib, juda yuqori olimlar tomonidan baholangan. O'zidan qoniqmaslik xalqaro nufuzga ega George Abraham Grierson mukofotini olishgacha muvaffaq qildi. George Grierson mukofoti Hindistonda mustaqillik kunida mana shu hindi tili va adabiyotini targ'ibotiga, uni ravnaqiga yuksak xizmatlari bilan hissa qo'shgan olimlarga taqdim qilinadi. Ustozimiz mana shu mukofotni o'sha vaqtdagi Hindistonning prezidenti Pranab Mukherjee qo'lidan shaxsan o'zlari qabul qilib olganlar. Ko'plab shogirdlar yetishtirish bilan bir qatorda ko'plab monografiya, o'quv qo'llanma darsliklar yaratganlar. Ular qariyb umrlarini yarim asrdan ziyodani O'zbekistonda hindshunoslikning ravnaqiga, hindi tili, hind adabiyoti, madaniyati, qolaversa mana hind falsafasi doirasida ham monografiyalar ham mualliflikda chiqarganlar. Shularni hisobga olgan holda Hindiston hukumati ustozimiz professor Ozod Shomatovni 2014-yilda xalqaro George Grierson mukofoti bilan taqdirlagan. Buni bevosita o'sha davrdagi Hindistonning prezidenti marhum Pranab Mukherjee o'z qo'li bilan topshirgan. Bu nafaqat o'zbekistonlik hindshunoslar uchun, balki butun dunyoda hindshunoslik sohasida o'z xizmatini beminnat ayamay hissasini qo'shib kelayotgan butun hindshunoslar uchun olamshumul ahamiyatga ega bo'lgan. 2014-yilda domlaga xalqaro George Grierson mukofoti berilgan. Yillar davomida hind tili, Hindiston madaniyati, adabiyoti, umuman Hindistonga oid bo'lgan yo'nalishlarda targ'ibot va uni dunyoga tarqatishga hissa qo'shgan olimlargina bu mukofotga sazovor bo'lishadi.
Shu bilan birga mana hozirda bu mukofot bilan respublikamizda, ya'ni o'zbek hindshunoslar ichida ikkita inson sazovor bo'lgan. Biri professor Ozod Shamatov bo'lsa, ikkinchisi taniqli tarjimon, madaniyat arbobi marhum Amir Fayzullo. 2020-yilda ular ham xalqaro Jorj Grierson mukofotiga sazovor bo'ldilar. Afsuski, mamlakatda, umuman dunyoda bo'layotgan pandemiya sababli domla Hindistonga borishlari imkoni bo'lmadi, yo'llar yopiq. Chunki har doim xalqaro mukofotni sovrindorlar Hindiston Respublikasi prezidenti qo'lidan oladi. Domla shu mukofotni o'sha davrdagi Hindiston prezidenti qo'lidan olganlar. Biroq Amir Fayzullo ustoz bora olmadilar va har doim Hindistonga borishimiz kerak bo'lsa, qizim birga boramiz deb domla aytardilar. Afsuski, sog'liqlari tufayli vafot etdilar va bu mukofotni ularni ayollari marhaba opa oldilar. Hindistonning O'zbekiston Respublikasidagi elchisi Manish Prabhat qo'llaridan. Aytmoqchimanki, bizni hindshunoslar, O'zbekiston hindshinoslari shunaqangi jahonga tanilgan, e'tirof etilgan va tan olingan ustozlarni shogirdlarimiz va bu albatta alohida ta'kidlanishi kerak, o'rnak bo'lishi kerak va talabalar buni ko'rishi kerak, yosh avlod ko'rishi kerak. Ba'zi bir holatlarda so'rashadi, hind tili qanchalik kerak, nima qilamiz deb. Lekin mana shunday ustozlarimizni mana ko'rdinglar, xonalardagi rasmlarni, nimalarni ko'rgandan keyin haqiqatdan ham fanga, ilmga sodiq bo'lish va biror bir yo'nalishni haqiqatdan ustasi bo'lsa, albatta qadr topishini bilishligi va shuni his qilishligini har doim ko'rib turishligini, domlani portretlarini ko'rganda, suratlariga qaraganda bu narsani his qilib turishligi uchun alohida shu xonani maxsus desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Bir tomonlama e'tirof, ikkinchi tomonlama o'rnak, uchinchi tomonlama hurmat. O'sha kuni juda ham katta xotira kuniga bag'ishlangan tadbir bo'ldi. Juda ham ko'p sharqshunos ustozlarimiz ishtirok etishdi va barchasini duosini oldik. Hamma xursand bo'ldi. Ya'ni ustozni ko'rib, shunaqangi yaxshi tadbir bo'ldi, shunaqangi fayzli tadbir bo'ldi. Baraka topinglar. Sizlar ustozni shunaqa hurmat ko'rsatibsiz, sizlarga shogirdlaringizdan qaytsin degan bir duolarni eshitdik. Bu albatta bizlarni ruhiy taskinlik beradi. Juda havas qilardik. Shunday olim, shunchalik ko'p ilmga ega bo'lganlari bilan shunaqa kamtarin, eng ilmga qiziqadigan, kitobga qiziqadigan insonlarni hurmat qilganlar va shularni ko'rib o'zlarini xohishlaridan ularga doim yordam berib kelganlar. U bizni universitetimiz mutaxassis bo'ladimi yo chetdan kelgan bo'ladimi? Shu ilmni shunchalik hurmat qilganlarga kitob o'qib kelgan odamni hech qachon yonlaridan qaytarmaganlar. Universitetimizda an'ana bor. Barcha yirik olimlarni hayoti, sharqshunoslikka va o'z yo'nalishidagi tilshunoslik yo'nalishlari, boshqa yo'nalishlarga katta hissa qo'shgan olimlarni alohida xonalari ochiladi. Juda ham ko'p ustoz sharqshunoslarni alohida xonalari ochilgan universitetimizda. Shuning uchun Ozod Shamatov nomidagi, ya'ni hindshunos olimlardan urdushunos olim Asordan Ibrohimovich xonalari ochilgan va mana kuni kecha professor Ozod Shamatovni dars o'quv xonalari ochildi. Bu nimadan darak beradi? Ya'ni bizni yosh avlod, bizni shogirdlar bizni shu darajaga kelishimizga, hindshunoslik sohasini shu darajaga kelishiga sababchi bo'lgan odamlarni bilish kerak. Ular bir o'rnak sifatida, shu bilan birga bo'lajak olimlar, bo'lajak mutaxassislarga bir oq fotiha bergandek his qilishliklari uchun, ya'ni bu bugun kecha paydo bo'lgan emas, ya'ni necha yillardan, 75 yildan ortiq tarixga ega hindshunoslik yo'nalishi universitetimizda 100 yildan ortiq tadqiqotlar olib borilgan undan oldin ham va bu tarixni albatta yoshlar bilishi kerak. Ustozni xonalarida, o'quv xonalarida hozirgi kunda uylaridan kutubxonalarini taqdim etishgan. Farzandlari, rafiqalari, barcha kitoblari hozir o'sha xonada jamlangan. Ya'ni domla shunaqangi ehtiyotkorlik bilan kitoblarni jamlagan ekanlarki, barcha hind oliy tillari yo'nalishida kitoblar bor.
Ya'ni hindi tilini oladigan bo'lsak, birgina til bo'lsa Hindistonda, undan tashqari hind oriy tillariga tegishli bo'lgan kitoblar. Chunki Hindiston subkontinentini oladigan bo'lsak, shimoliy qismi hind oriy tillari bo'lsa, janubiy qismi dravid tillar oilasiga kiradi. Ya'ni til vaziyati juda ham murakkab. Birgina hindi tilini bilganimiz bilan u mamlakatni zabt eta olmaymiz. Shuning uchun har bir yosh tadqiqotchi, har bir yosh olim, magistrant, bakalavrlarga biz hindi tili barobarida yana qandaydir qo'shimcha tilni o'rganishni tavsiya qilamiz, toki o'sha davlatni ilmiy salohiyati, u yerda bo'layotgan jarayonlar va tadqiqotlarni qamrovi kengayishi, domla dunyo bo'yicha tanilishlariga va domla o'rnak bo'lishlariga hozirgi yoshlarga, ya'ni ular domlaga qarab intilishlari uchun shu xonani alohida hindshunoslar uchun, tadqiqotchilar uchun bir o'rnak sifatida desak bo'ladi. Yana bir marhum ustozimiz ikkita buyuk davlatning O'zbekistondagi favqulodda muxtor elchisi sifatida o'z faoliyatlarini olib borganlar, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bir qatorda Buyuk Britaniyada elchilik lavozimida faoliyat yuritgan hindshunos olimimiz, faylasuf Fattoh Teshabayev hamda ustozimiz professor Ozod Shomatov birgalikda ularning sa'y harakatlari ila Toshkent davlat sharqshunoslik universitetini Janubiy Osiyo tillari kafedrasi qoshida 2007-yilda Mahatma Gandi nomidagi hindshunoslik ilmiy markazi ham ochilgan. Bu ustozlarimizning sa'y harakatlari ila bunga poydevor qo'yilgan hamda yaqinda ushbu markazni qaytadan ochilishi yangi binoyimizda bo'lib o'tdi. Buni ham faxr bilan tilga olishimiz mumkin hamda ustoz tomonidan qilingan ko'plab ezgu ishlar qatorida sanab o'tishimiz mumkin. Hozirda ko'plab o'sha shogirdlar ularning olib borgan hindshunoslik ravnaq yo'lida olib borgan ishlarini davom ettirgan holda hozirda mana Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida, Tashqi ishlar vazirligida, shuningdek ko'plab tadqiqot markazlarida faoliyat olib bormoqdalar. Bu sulolani davomchilari, ya'ni farzandlari ham hozirgi kunda sharqshunoslik sohasida faoliyat yuritib borishyapti desam mubolag'a bo'lmaydi. Ustozimiz filologiya fanlari doktor professor Ozod Shomatovning ikkita farzandlari, birlari Shomatov Shahzod Ozodovich hamda ikkinchi farzandlari Shomatov Shahruh Ozodovich. Bular ham sharqshunoslik dargohida saboq olib, hozirda sharqshunoslik sohasida o'zlarining faoliyatlarini davom ettirmoqdalar. Ozod Shomatov Nasirdinovning ikkala farzandlari ham sharqshunoslik institutida tahsil olganlar. Birlari xalqaro iqtisodiy munosabatlar yo'nalishida bilim olgan bo'lsalar, ikkinchilari yapon filologiyasi yo'nalishida yaponshunoslar qatorida mana hozirda elchixonada hamda ko'plab o'sha Yaponiya bilan bog'liq tadbirlarda o'zlarining faoliyatlarini davom ettirib kelmoqdalar. Katta o'g'illari Shahzod Shomatov ham sharqshunoslik sohasida olgan bilimlarini hozirda tarqatgan holda xususiy tadbirkorlik bilan bir qatorda o'zlarining olgan ilmlarini ham albatta sharqshunoslikka qo'shiq hissalari bilan biz ularni faxr bilan tilga olamiz. Ayollari ham ustozimizni sharqshunos olimalarimizdan Shomatova Nabira, ular ham sharqshunoslik universitetida bir umr Eron afg'on filologiyasida fors tilidan dars berib, ko'plab qo'llanma va o'quv dasturlarini chiqarib, ko'plab shogirdlar yetishtirganlar. Zabardast olim Ulug'bek Shomatov aniq fanlar, xususan fizika, matematika, ximiyada yuksak qobiliyatga ega bo'lib, bu sohalarga doir ko'plab kashfiyotlari hozirgi kunga qadar ilm fanda e'tirof etib kelinadi. Shomatov Nasriddin Mirahmedovichning ikkinchi farzandlari Ulug'bek Shomatov Nasriddinovich haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, ular ham ilm fan sohasida ko'plab yutuqlarga erishgan olimlarimizdan hisoblanadilar. Ular fizika, matematika sohasida ko'plab ilmiy tadqiqotlar yaratgan holda fizika sohasini rivojlantirishda nafaqat O'zbekiston diyorida, balki o'sha davrda sobiq Sovet hukumati davrida ham hozirda mana umrlarining so'nggi daqiqalarigacha Rossiya Federatsiyasida faoliyat yuritgan holda
ko'plab monografiyalar, ko'plab tadqiqotlar, shogirdlar yetishtirganlar. Ularning qo'llanmalari va ko'plab chiqargan monografiyalari hatto boshqa tillarga ham tarjima qilinganligini biz eshitganmiz. Shogirdlari ham hozirda fan sohasida ko'plab yutuqlarga erishgan holda Ulug'bek Shamatovning qilgan ishlarini davom ettirib kelayotganlarini faxr bilan tilga olib o'tishimiz mumkin. Ziyoli oilaning farzandlari albatta ziyo tarqatish ilinjida albatta ziyoli bo'lish ko'rinadi. Ularning farzandlari ham olimlar qatorida fan nomzodi ilmiy darajalarini ham qo'lga kiritganlar. Ulug'bek Shomatov Nasriddinovichning farzandlari Otabek Shomatov ham ziyoli insonlar qatorida butun sharqshunoslar tomonidan doim faxr bilan tilga olinadilar. Ular hozirgi kunda Shvetsiyada o'zlarining ilmiy faoliyatlarini davom ettirmoqdalar. Ular ham fanga ulkan hissa qo'shgan holda nomzodlik dissertatsiyani muvaffaqiyatli yoqlagan holda Shvetsiyada ilmiy yo'nalishlarini davom ettirmoqdalar. Iqtidorli olima Zulfiya Shomatova O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Falsafa va huquq institutidagi faoliyati davomida mamlakatimiz va xalqaro konferensiyalarda faol ishtirok etgan. Ilmiy maqolalari ko'plab ilm-fan nashrlarida chop etilgan. Zulfiya Shomatova Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida uzoq yillar mobaynida ta'lim bergan. Nasriddin Shomatov oilasidagi qizlari Zulfiya Shomatova sharqshunos olima bo'lib, arabshunos fakultetini bitirganlar. Zulfiya Shomatova onamlar hozir olimlarga mashhur bo'lgan arab tilida Kitabul Milal va Nihal degan kitoblarini, ya'ni arab tilidagi falsafiy kitoblarni arab tilidan rus tiliga tarjima qilib, filologiya fanlari nomzodligiga ega bo'lishi arafasida bo'lgan edilar. Ya'ni ushbu yo'nalishda ko'p ilmiy maqolalar chiqarganlar. Rossiya, boshqa davlatlarda ilmiy konferensiyada ishtirok etganlar. Shu bilan hissalarni qo'shib bir nechta o'quv qo'lyozmalarini chiqarib, keyin muvaffaqiyatli pensiyaga chiqqanlar. Shomatov Nasriddin Rahmedovichning 3-farzandlari Zulfiya Shomatova haqida ham gapirib o'tadigan bo'lsak, ular ham sharqshunos olimlar qatorimizda barchamiz yaxshi bilamiz. Arabshunoslik sohasida ko'plab yutuqlarga erishganlar. Ular O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi qoshidagi Falsafa va huquq ilmiy tekshirish institutida xorijiy sharq mamlakatlar falsafasi bo'limida bir necha yillar davomida faoliyat yuritish bilan bir qatorda ko'plab ilmiy maqolalar, monografiyalar nashrdan chiqarganlar va so'nggi yillarda 10 yildan ortiq yana o'sha o'zlari ta'lim olgan dargohda Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida hozirgi sharq tillari kafedrasida arab tilidan bir necha yillar davomida saboq bergan holda ko'plab shogirdlar yetishtirganlar. Zulfiya Shomatova Nasriddinovaning ham o'g'illari Shoniyozov, Kamronbek akamiz ham ular sharqshunoslik sohasiga ulkan hissa qo'shish bilan bir qatorda arabshunoslik sohasida ham ko'plab yutuqlarga erishib, tarjimonlik faoliyatlari bilan o'zbek arabshunosligida ko'plab nom qozonganlar desak mubolag'a bo'lmaydi. Hamda ular ilmiy tadqiqot ishiga ham qo'l urib, hozirda siyosiy fanlar nomzodi ilmiy darajasini ham qo'lga kiritgan holda ko'plab monografiya hamda tadqiqotlarni davom ettirmoqdalar. Onamlar bizani Sheyx Umar Vali Bog'istoniy va Bakr Siddiq avlodiga borib taqalishni yoshligidan yetganlar. Ularga o'zlarini onalari, dodalarini bu ma'lumotlarni yetkazishgan. Onam meni tarbiya qilgan xosillaridan biri bu, men Xudoga shukr, onam tufayli sharqshunoslik institutini bitirib, keyin siyosiy fanlar nomzodi darajaga ega bo'ldim. Ya'ni Doctor of Philosophy in Political Science. Va eng katta yutug'imiz bu kunga o'sha onamizning tarbiyalari, bobolarimizning ruh poklari bilan, duolari bilan ushbu shajarani tuzib va shu Umar Vali Bog'istoniyning ziyoratgohida o'rnatish arafasida turibmiz. Bugungi kunda Said Abdulqodir Jiloniy, Hoji Ubaydulloh Ahrori Vali, Shayx Xovandi Tohur, Shayx Umar Vali Bog'istoniy avlodlari bo'lgan Shomatovlar sulolasi vakillari yurtimiz ravnaqi, ilm-fan taraqqiyotiga munosib hissalarni qo'shib kelmoqdalar.